Xavotir olmang, bu parvoz vaqtidagi avariya holati emas. Bu aynan mana shunday ko'ngilsiz holat yuz berganida ekipajning qanday harakat qilishi kerakligi o'rgatiladigan o'quv mashg'ulot markazi. Samolyotda faoliyat yuritadigan har bir bort kuzatuvchisi aynan mana shunday mashg'ulotdan o'tishi kerak. Bu kabi sinov jarayonlari bir yilda bir marta o'tkaziladi. Bort kuzatuvchilari mashg'ulotlarni to'liq va oson bajarishi uchun markazda samolyotning maketi yasalgan. Ayni paytda bu yerda bort kuzatuvchilarini malakasini oshirish ishlari olib borilyapti. Instruktor tomonidan ularni avariya holatlarida qanday harakat qilishlari kerakligi o'rgatilyapti. Ayni paytda ular evakuatsiya qilinadi. Navbatdagi o'quv darslari yong'in o'chirish xonasida davom etdi. Bort kuzatuvchilari samolyotda favqulodda yong'in chiqqanda qanday harakat qilish kerakligini o'rganishdi. Bu jarayonda birinchi bo'lib passajirlarni lokalizatsiya qiladi, ya'ni joylarini olov chiqqan joydan boshqa joyga o'tkazishadi. Va birinchi o'rinda komandirga bu haqda xabar beradi. Bu yerda albatta ikkita bort kuzatuvchi qatnashishi kerak, chunki birinchi bort kuzatuvchi joyni aniqlaydi, ya'ni yong'in bo'lgan joyni aniqlaydi. Ikkinchi bort kuzatuvchi kerakli bo'lgan avariya asboblarini keltirib turadi. Bugun styuardessa bo'lishni orzu qilmagan qizni uchratish qiyin. Biroq kamdan kami bu kasbni egasiga aylanadi, chunki talablar oddiy emas. Bort kuzatuvchilikka talablar bu birinchi o'rinda bo'y va vazn, ya'ni bo'yiga mutanosib bo'lish kerak. Misol uchun 170 bo'lsangiz 55 kilogacha bo'lishingiz kerak. Ya'ni o'zini o'lchov biriklari bor. Ikkinchi talab bu til bilish kerak. Birinchi o'rinda til, o'zbek tili, rus tili, ingliz tillari va tarix, geografiya fanlaridan ham ozgina bilimga ega bo'lish kerak. Va yana asosiy talablarimizdan biri bu ko'rinish albatta. Samolyot yuqoriga ko'tarilganidan so'ng undan tushib qolishning imkoni yo'q. Uchishdan qo'rqadigan yoki sog'lig'i yomonlashgan yo'lovchilarni tinchlantirish va ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish muhim vazifa. Xo'sh, bu qanday uddalanadi? Tibbiyot oliygohida bizni o'qitishadi. Shu yerda o'qiganmiz, bizning sertifikatlarimiz bor, birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga. Ya'ni ularga ham tug'ruqni ham qabul qila olamiz. Ha. Nechta kasb egasi sifatida faoliyat ko'rsatasiz bu yerda? Menimcha juda ham ko'p. Bort kuzatuvchi, psixolog, shifokor, menimcha til bilsa o'qituvchi desa ham bo'ladi. Tarjimon ko'p kasblarni o'z ichiga oladi. Asosiy vaqtini osmonda o'tkazadigan Farangiz parvoz payti qiziqarli holatlar ko'p bo'lishini aytdi. Shunday voqealardan birini u bizga xursand bo'lib gapirib berdi. Yaqinda uchdim bu reysni, ya'ni ob-havo sharoiti ham tumanli edi. Toshkent Delhi bo'yicha reys. Orqaga qaytayotganimizda, ya'ni Toshkentga qaytayotganimizda Delhidan bizda bitta yo'lovchi bor edi. U yo'lovchi yoshlari katta otaxon, faqat kislorodni ballonda nafas oladilar, ya'ni o'zlari nafas ola olmaydilar. Samolyotdagi hamma kislorodni ballon ularga berdik. Parvoz 2 soat 40 daqiqa bo'ldi. Yo'lovchimiz shunchalik omadli ekan yoki shunchalik Allohdan so'ragani bormikan, Toshkent yopilib, ularni uylariga, ya'ni Buxoroga biz qo'ndik. Ular hali Toshkentga kelib, ya'ni Toshkentdan 2 soatdan keyin Buxoroga ketishlari kerak edi. Bu jarayon ham menimcha ularga og'ir kelardi. Shunchalik demoqchiman, men uchun esda qolarli bo'lgani, Allohdan so'ragani bor ekanki, ular Buxoroga qo'ndi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Shu kungacha 10 dan ortiq davlatga parvoz qilgan Farangiz o'z ishidan zavq oladi. Unga qancha haq to'lanishi muhim emas. Daromadini so'raganimizda ham uni sir qoldirishini aytdi. Bizda oylik daromad haqida uchinchi shaxslarga ma'lum qilish mumkin emas. Tartib qoidalarimizga rioya qilib biz oyligimizni bekitamiz, yashiramiz.